Xo'rozni nima qilish kerak? Hali chet elda girrakash xo'rozlarning videosini qo'yib bersangiz, o'rganib oladi xo'rozingiz. Girra orqaga o'tishdi. Ha uni o'zi zotida bo'lmasa, u qayerdan biladi u girra solishdi u. O'zini otasida, sizda yo'li girrakash bo'lmasa, siz o'rgata olmaysiz uni. Bu nima bo'lmasa, bu hali bitta narsani ko'rsatingiz, 1-2 yursiz o'rganib olib, qaytarib qila olmasa, bu qonida yo'lning bo'lmasa, uni chiqazib bo'lmaydi uni. Menga ko'p savol berishadi. Qaysi yutadi? Girrakash yutadimi, tanakash yutadimi deydi. Men bilmasam, qayerdan bilaman? Men girrakashmi, tanakashmi? Boqu qaysi birini zo'r bo'lsa, o'sha yutadi deyman. Qarov zo'r bo'lsa, birinchi raund hammayli o'zida badanida borini uradi. Ikkinchi, uchinchi raund egasi nima bergan bo'lsa, o'shani karomatini ko'rsatadi deyman-da. Sizda ham shunday xafa bo'lmayman-da. Va ko'proq xo'rozxonaga katta ploskiy ekran televizor qo'ying, keyin Telegramdan girrakash xo'rozlar jangini qo'yib berib ko'rsatib turing xo'rozga erinmasdan. Balkim zo'ra o'rganib qolar. O'rgansangiz keyin bizga ham aytasiz, aka shunaqa qildim, xo'rozim girrakash bo'lib ketdi.